Endi bir yarim oylik 2 oylikmi? Yo bu katta-ku, 1,5 oy 2 oylikda katta-ku, 1,5 oylik 2 oylikda katta-ku. 2 oyliklar borda. Katta ham deyvering aka, 3 oylik ham deyvering. To'g'rimi? Ha, 3 oylik, u to'g'risini ayting-da aka. 3 oylik qo'zichoqimiz. Millionlarimiz. Necha oylik endi bular? 3 oylik. 3 oylik, 4 oylik qo'zilarimiz. Ha. 2 milliondan bo'lsa akamiz berar ekan. Yaxshi. Mana jag'al ekanda. Mana bularda 17 dan, ha. Xo'p. Ikkala qo'zi 17 dan bermadingizmi? 3tasini 7 millionga oldingiz. Xo'p. Ikkalasini 56 ga oldingiz. 4-5 oylik qo'zilar yengil keladi. Ana uni olasizlar 3 yillik kreditga mashina olganga o'xshaysizda. Yaxshi qo'ydi bolasini hech kim ajratib olib borib sotmaydi. Ertaga olib borib shuncha mehnat qilganingiz boshqangiz aka, olib borib mana bu yerda yaxshilar chiqqan payt ana keyin o'shani o'zini puliga sotasizda, keyin hech qanaqa foyda yo'q ekan deysiz. Undan ko'ra mana bundan olib foyda qilsangiz bo'ladi. To'g'risini aytayapti, 25 ham qiladi deyapti, 31 ham qiladi deyapti. To'g'risini aytayapti. Faqatdan mana shunaqa narsalar, mana bunday jag'lari kalta ko'ryapsizlarmi? Mana jag'lari kalta mol. Ega kelib qoladi. Kichkina bo'lishiga qaramasdan ancha og'ir. Aka o'rta hisobda 32 kilodan go'shi bormi? 33 kilodan. Bor, ha? Adashmadimmi? Endi bunday mollarni sotib olish uchun Toshkent yoki Vodiyga borishimiz shart emas. Endi o'zimizda Surxondaryo viloyati Denov tumanida mana shunday zotli parodali, Greyford, Simmental va har xil turdagi Angus, Mickey Mouse hammalaridan topiladi bizlarda. Shunday mollardan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Do'stlar, buning uchun qoldirilgan telefon raqamga bog'lanasizlar. Ushbu mollarimizga 15,5 milliondan beraman deyilyapti. 4-5 oylik buzoqchalarimiz do'stlar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa va do'stlar mana shunday hozirgi ko'rinadigan biz siloslarimizdan bor. Silos don mahsulotlari ham Jaguarda o'rilgan, sutlari chiqyapti, makkalari olinmagan. Ushbu siloslarimizdan bor. Siloslarimiz ham 20 kilolik qoplarda mollarimizga qo'shib bemalol olib ketishingiz mumkin. Alohida olishlaringiz ham mumkin. Hozirda 40 ming, 45 ming sotiladigan press narxlaridan ko'ra biz sizlarga undan da arzon tushadigan 20 kilogramlik silos qoplarimizni tavsiya qilamiz do'stlar. U pulga siz ikkita olishingiz mumkin. 25 ming so'mdan 20 kilogramlik salafan qoplarda sotilyapti, lekin bundan ko'ra kuchli, donli mahsulotlarimiz. Makkalari shunday o'rilgan, makka Jaguarda o'rilgan sutlari chiqyapti. Ustiga bitta kepayni shunday sepib bersangiz ham don hammasi aralashmay ichida do'stlar. Mana shunday mahsulotlarni olish uchun Surxondaryo viloyati Denov tumaniga murojaat qilasizlar. Qoldirilgan telefon raqamlariga bog'lanib olib ketishingiz mumkin. Ishonavering, o'zim borib sinab ko'rdim. Juda yaxshi. Agar qo'ylaringiz yemasa, ichmasa, olib kelib qaytarib berasizlar, qaytarib olishadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Bugun 6-mart sanasida 2025-yil biz Surxondaryo viloyati Sariq tuman Qo'zi bozoridan videolarni boshladik akalar. Qo'zi narxlarini bugun bozordan sizlarga tanishtirib beramiz. Videolarimizni ko'rasizlar. Qo'zi bozoridan shunday chiqqandan keyin bitta zo'r gap aytaman hammaga. Do'stlar, ketdik demak. Bular qanchadan bo'ldi? Mana ikkita kattalar 22 dan deyapsiz aka. 22 dan deyapsiz. Savdosi qanchadan bo'ldi? Savdosi 19 dan bo'ldi. 19,5 dan ham so'radi. Xo'p, kichkinaroqlarnichi? Kichkinalarni 18 dan deyapsiz. 18 dan deyapsiz. Savdosi bo'ldimi birontasini? Savdosi bo'ldi. 16,5 dan qo'yamiz. Ikkalasini 16,5 dan. Ha, u bilan buni 16,5 dan qimmatli bermadingiz. Shuni necha endi qadalgan narxi? Qadalgan narx qancha beradi? 17 bo'lsa berasiz. Necha oylik shu endi? Endi bir yarim oylik 2 oylikmi? Yo bu katta-ku, 1,5 oy 2 oylikda katta-ku, 1,5 oylik 2 oylikda katta-ku. 2 oyliklar borda. Katta ham deyvering aka, 3 oylik ham deyvering. To'g'rimi? Ha, 3 oylik, u to'g'risini ayting-da aka. 3 oylik qo'zichoqimiz. Ha, unisi 1,5 oylik ha. Yaxshi, mana ko'tarib qo'ydik, ko'rdilaringiz. 3 oylik qo'zimiz mana boringki, qancha tirik vesi keladi shuni hozir, 15 kilo bormi? 15 kilolar kelib qolsa kerak. Kelsa 15 kilo, bo'lsa ancha yengil 10 kilolar kelyapti. Xo'p. Kimning maqsadi bo'lmasa, maqsadi borlarga xizmat qiladi. Bo'y tuyada ham bor. Sifat bo'lsin, ves bersin, tarozi bossin. Ko'rganda maza qiling, ruhiyatingiz dam olsin, kachsiva bo'lsin qo'ydi akalar. U bo'yiga qiziqmang. Mana jun sifati bo'lsin, o'zi tulasin, ha? Mana shunday sog'lom bo'lsin, kasal bo'lmasin. Yana nima deyay? Bir joyda olaman deganga qanchadan yana o'tib berasiz? 100 ming o'tib berasizmi? 100 ming emas, 200 ming o'tib beraman. 200 ming. 5 million 5 million 300 mingdan O'zbekiston bo'lib dastavkasini ham qilib beraman aka. Xayri ham ichida, barakasi ham ichida, xudo xolasa. Akalar, juda zo'r narx bo'ldi. Bunday olganga ertaga mana bu qo'zi 5 oylik bo'lganda o'zi salkam haliga puli shunagina chiqib ketyapti. Lekin qo'ylarni do'stlar faqatgina buning uchun boqilmaydi. Xayri bu qo'ylarimizni bitta jihatini aytib o'tib ketaylik do'stlar. Mana bu qo'ylarimiz kunni yarim qismida o'zi uchun rizq so'rasa, kunni yarim qismida siz uchun, biz uchun rizq so'raydi do'stlar. Mana buning uchun ham qo'y boqish kerak.
Mana shuning uchun ham mana ko'rganingizdek barakali qo'ylarimizda barakasi yana oshib ketaveradi. Do'stlik, davom etamiz. Narxlarni sizlarga tanishtirib ko'rsataveramiz. Ko'rganingizdek biz ko'tarib ham hamma holatlarini ko'rsatamiz. Aka, mana shu sariqlar kattalar o'zi standart ekan. Qancha bo'ldi? Savdosi. Savdosi 2 milliondan bozor so'radi, bermadingiz. Ko'ngil necha aka, aytilish bahosi? Yo, nechidan baho qo'ydingiz? Nechidan baho qo'ydingiz? 2 milliondan biz oldik. Ha, berasiz 2 milliondan. Necha oylik endi bular? 3 oylik, 4 oylik ko'zlarimiz, ha. 2 milliondan bo'lsa akamiz berar ekan. Yaxshi. Mana barakasini bersin. Xo'p, mana bu yerda ham qo'zlarimiz, shu qo'z olindimi? Aka, qanchaga oldingiz shuni? Ha? 24. 24 ga oldingiz, ha? Yaxshi, 24 ga olinibdi. Mana barakasini bersin. Erkak. Erkak, ha? Erkak. Jag'al ekanda. Yaxshi, barakasini bersin. Asror Donayev aka. Bular Asror Donayev. Mana akamizdan qo'zichoqlarni olaylik. Xo'p. Bilmadim. Bular necha oylik endi? Aha, 2-3 oylik, ha? Denovdan chiqaruvdikmi? Chiqargan bo'lsam kerak. Agar olgan bo'lsam chiqarganman. Xo'p. Ha, ha, yaxshi. Aka, qanchadan bo'ldingiz? Bular savdolarni gapiring. 17dan so'radim, mana 1,5. Uni 1,5, mana bularda 17 dan, ha? Xo'p. Ikkala qo'z 17 dan bermadingizmi? Necha pul bo'lsa beramiz endi bularni? 17dan chiqsa beramiz. Ha, chiqsa beramiz. Ular 2 million 100 dan qilyapti. Shular 2 million 100 qildimi? Erkak qo'z. Voy jonivorlar. 4 oyliklar bormi shular? 4 oylik dekabrga qo'zilar, ha. Savdo sarayotgan payti bo'lsa zo'r. Ha. Nasib, qaraymiz-da endi savdosi bo'lsa ustiga olaveramiz. Xo'p, mana davom etib ketaveramiz. Mana bu yerda ham qo'zchalarimiz bor. Bu bular oldingizmi? Qanchadan oldingiz? 7. Uchtasini 7 millionga oldingiz. Xo'p. Qanchadan to'g'ri keladi? 6 million 333 dan. Shunday bo'ladi. Yaxshi. Mana. Mana do'stlar, 7 millionga uchtasi baraka bo'ldi. 2 million, mana 333 mingdan to'g'ri keladi. Barakasini bersin. Mana shuni anchadan oldingizmi? Yo'q, bu sotiladi, kamada. Bekamana bu. Ha, bo'ldi. Bu kattasi qancha bo'ldi aka? 3 million. 3 millionmi shu? Yo, savdosi bo'ldimi yo'q? 27 ga bermadingizmi? Ha, kichkinalarini-chi? Qanchadan? 16 dan baho qo'yilyapti. Mana qo'zchoqlarimiz-chi? Bular qanchadan bo'ldi aka? Ikkalasini 48 ga bermadingizmi? 24 dan bermadingiz aka. Bular necha oylik endi? Noyabr oyiga. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart 5 oylik bo'lyapti. Urg'ochi 5 oylik bo'lyapti. Ha, yaxshi. Mayli. 40 kilolar joy vesi ursa ham 35 kilo desak ham. Xo'p, yaxshi. Davom etib ketamiz. Xo'p, mana bu yerda. Buni oldingizmi, sotyapsizmi? Qanchadan oldingiz aka? 56. Ikkalasini 56 ga oldingiz. 28 dan bo'ladi mana. Xo'p, yomon emas. Mana badallari ozroq bor ekan. Bular ham o'sha oktyabr oyidagi qo'zichoqlar bo'lsa kerak. Xo'p, mana bular so'raylik qani. Nechidan bog' bo'lyapti aka? 21 bo'lyapti bekor. Qaysi anar ikkitami? Erkakni 25 so'rayapti. Erkakni 25 so'rayapti. Mana do'stlar. 28 dan berdim, ish. Ha, ko'rdim. Ularni 28 dan bergan ekan. So'radim ularni ham. Barakasini bersin. Qancha keladi bu? Jivoyvesiga. Ha? Go'sht, ha? 16-17 kilo go'shtlari. 21,5 savdolari bo'lgan. Yaxshi. Mana bu tarafga o'tamiz. Xo'p. Aka, savdolari bo'ldimi shularni? 45 bo'lyapti. Ikkalasimi? Xo'p, 45 ikkalasi. Buchi? 21 bo'ldimi? Erkak urg'ochi. Urg'ochi 21 million savdolari bo'libdi. Xo'p, mana ketdik. Hop. Uydan aloqa aytadi. Ha, salomatmisiz? Xo'p, katta qo'chqorlarimizga o'tamiz akalar. Bularni oldingizmi? Qanchadan oldingiz? 31, 28. Buni 31, buni 28 mi? Ha, bu 28, bu 31. 2,8 ming
Mana do'stlar, qo'zi avvaliga shu narxga sotilyapti. Mana qaraysizlar, 31 ga 28. Boyagi 28 da qo'zi narxiga sotilyapti. Mana shulardan, misol uchun mana hozir mana shular 28 dan olingandi. Mana bu yerda 1 yilligi o'sha narxda sotilyapti. Bu yerda endi sifat rol o'ynayapti. Albatta shirvoz, bularning foizi yaxshi, yomon emas. Xo'p, akalar, endi shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Boyagi gapimni aytib o'tib ketaman. Qo'zi hozirda mana nima deydi? Gava qo'zi. Ha, mayda qo'zi olish, mayda mana hozirga men ko'tarib ko'ryapman. Yengil 4-5 oylik qo'zilar yengil keladi. Ana uni olasizlar 3 yillik kreditga mashina olganga o'xshaysizda. Nimaga desangiz, 3 yillik foizini to'lab borasiz. Ertaga bitta olgan mashinangiz уже 3 yilga ikkita aylanib ketadi-da o'sha pulga. Ana keyin ertaga sotaman deganingizda уже 3 yil probeg yurib qo'ygan bo'ladi. Aytaylik 3 yillik staj ketadi, yili eskiradi. Erta sotaman desangiz 300 millionga tushgan mashinani siz 100 millionga borib sotishingiz kerak. Hozir mana bunaqa nima deydi, yaxshi qo'ydi bolasini hech kim ajratib olib borib sotmaydi-da. Mana shunaqa sifatsiz qo'zilar ko'p chiqyapti. Uni olib borasiz hozir, ertaga sotaman deganingizda mana bu yerda ayni sezon boshlanadi. Hozir pomidor 35 ming bo'ladigan bo'lsa, ertaga sezonga mana boringki 10 ming so'm bo'ladi, yaxshisi. Ertaga olib borib shuncha mehnat qilganingiz boshqangiz aka, olib borib mana bu yerda yaxshilar chiqqan payt, ana keyin o'shani o'zini puliga sotasizda, keyin hech qanaqa foyda yo'q ekan deysiz. Shuning uchun mana shunday hamma narsani o'zini vaqtida olish kerak, vaqtida sotish kerak. Hozirda mana bunday misol uchun qo'zi olibdi, mana yaxshi, manaqa qo'zilar ko'payib qoldi. Bunaqa qo'zilarni olib boqishni men shaxsan tavsiya bermayman sizlarga. Ma'qul emas, sizlar foydaga kirishlaring juda qiyin akalar. Hamma narsani vaqtida olinglar. Hozir olasizlar o'sha pulga. O'sha pulga olganlaringizdan keyin mana hozir aytaylik 2,5 millionga olyapsiz o'sha. Ertaga may oyiga borib zo'rlari 2,5 million bo'ladi. Zo'rlari 2,5 millionga borasiz, lekin unga yana 2,5, misol uchun aytaylik 1 million rasxod qilib qo'ygansiz. Erta keyin u faqatgina o'zini pulini qoplaydi. Tamom, sizni hech qanaqa foydaga olib kira olmaydi. Shuning uchun mana shunday olsalaringiz, misol uchun yaxshisini olingizlar. Yoki misol uchun mana bunday kattalarini olish kerak hozirgi paytda. Kattalarini olishingiz, o'sha pulga misol uchun ozgina qo'shsangiz, o'sha mana bunday kattalarini beradi. Undan ko'ra mana bundan olib foyda qilsangiz bo'ladi. Mana shunday ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ladigan bo'lsa, layklarni bosasizlar do'stlar. Bizlar o'sha nima deydi, ham prosmotr, ko'pchilikga ma'lumotli, foydali ma'lumotlar uchun biz sizlarga kontent qilamiz. Bular qanchadan bo'lyapti? Aka, bular bir joyga 31 dan qilyapti. Xo'p. Ko'ngil necha endi bermadingiz? Ko'tara bo'lsa aka 32 dan bir joyga beramiz hammasi. Yaxshi. Bular hop, hali tushirmagan. Tushirmagan. O'tgan shu kecha kuningizga tug'ilgan desak bo'ladi. Yaxshi. Ha, qurbonlikkacha olib boqaman desangiz, chopga tayyor bo'ladi. Yaxshi, ma'qul. 32 dan bo'lsa, hozir ham holatida 30 kilo nari beri yuklari bormi shularda? 30, 28, 33 orasi. Shunday orasida. Ma'qul. 30 qiladigani ham bor, 25 qiladigani ham bor. Endi guruhni olganda quyuq suv 27, 28 dan qiladi. Mana do'stlar, to'g'ri ma'lumot berildi. Qo'ylarning suyagi yaxshi, to'g'risini aytayapti. 25 ham qiladi deyapti, 31 ham qiladi deyapti. To'g'risini aytayapti. Haqiqatan mana shunaqa narsalar ertaga olib borib quyuq suvi boqqaningizda yaxshi dori nimalarni, ichlarini, parazitlardan bitta tozalab, bitta yaxshi yem bersangiz, qurbonlikkacha tayyor bo'lib qoladi. Mana do'stlar, qo'zidan ko'ra, o'sha mayda qo'zilardan ko'ra ustiga o'sha 500 ming qo'shib yoki 1 million qo'shib mana bundan olsangiz, undan foyda qilasiz. Lekin u mayda sifatsiz qo'zilardan foyda qilmaysiz. Yaxshi qo'ydi bolasini hech kim ajratib olib sotmaydi. Shuni bilingizlar akalar. Misol uchun men 30 ta qo'yimga zo'r qo'chqor qo'yib, erta uni balasini 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik qilib sotib yormayman. Xo'p, aka, bular qanchadan bo'lyapti endi? 3 millionlik dan bo'lyapti 4 ta kattasi. 4 ta kattasi 3 million, orqa taraflardan buni ham bir ko'rsataylik. 3 million 50 dan bermadingizmi? 3 million 100 dan bo'lsa baraka. 31,5 dan berdim aka. 31,5 dan. 27,5 so'rayapti, urg'ochi bo'g'oz. Buni 27,5 urg'ochi bo'g'oz. Yaxshi. Buni 2 million 200 ming ha. Yaxshi. Mana 4 ta erkak 31,5 dan so'radingiz, ha. 3 million 50 dan so'rayapti. 3 million 50 dan. Oralaringda 100 mingdan pul qo'ygan ekan. 31 bo'lsa baraka ekanda, xullas ha bular. Mayli aka. Mana shunday. Salomat. 31 dan bo'lsa xullas berish ko'ngillari bor. O'zi akamiz bildirib qo'ydi. Xo'p, mana bularni olaylik. Xo'p, bular ancha nima deydi, e'tibor talab bo'lib qopti jonivorlar. Bularning sifati o'ta yaxshi deya olmaymiz do'stlar. Mana bunday jag'lari kalta ko'ryapsizlarmi? Mana jag'lari kalta mollardi.
Mana ularning jag'lari kalta-kalta. Ular unaqa foizli ham o'shanaqa kalta-kalta beradi. Bular qancha bo'ladi aka bular? 3 milliondan baho qo'ydingiz. Qanchadan so'rayapti? Ichidan sotilganlari bormi shuning ichida? 31 gami? Yaxshi, shuni akani savdosini olaylik-da. Xo'p, bular ham yaxshi, yomon emas, eplab ketsa bo'ladi. Hozir savdolar. Nech so'rayapsiz aka? Bir og'iz. Qaysi birini? Mana buni? Ha, ana oldidagilarni 25 so'rayapti. Lekin kilosiga ham to'g'ri kelib qolarkan, barakasini bersin. Yaxshi. Xo'p, mana savdolarini olib ketyapmiz. Xo'p, to'xlari, mana bunaqalar ko'p. Mana bularni ham olaylik. Ularni olmadik shekilli. Mana zo'rlari bor akalar. Bular qanchadan bo'lyapti aka bularni? Olinganmi? Yangi ipda aka. Sotib. 4 dan baho qo'ydingizmi? Bozor nechidan so'radi aka? 31, 32. Ha. Mana shu kichikroq bitmaydimi shu pulga? Nimaga? O'zi to'g'ri bo'lib qoladi-da. Bermaysizmi? Nechiga berasiz mana shuni? 32 so'rab bermaysiz. 33 so'rasa berasizmi? Bermaysizmi? Faqat yo'q deb turaverasiz. Qancha bor? 4 mi? 5 mi? 35 mi? Appichi bor qancha aka? Aytgan pulingizni chiqarib bermaydi-ku odam. 35 ha? Ko'ngil, shu ko'ngilni ayting-da. 35 ta savdosi bor. Hozirroq yashang aka, xayr bor. Xo'p. Qani bo'ladi, o'zi kelib qolar ekan, o'zi aytgan pulingizga borib qolar ekan. Badani yaxshi akalar, badani yaxshi, yomon emas. Hammasinin badani yaxshi. Necha oy yedilar endi bular? 3 oy yedimi? 3-4 oyda? Ha, yebdi, yaxshi. O'sha ozgina mehnat qilingan, o'sha foizga qarab yurgan qo'zichoqlarimiz. Chunki foizga yurmaganlar o'sha salgina ozg'inroq. Foizga qarab yuradiganlar o'sha narxi shunga qarab boryapti. Mana bularni ham bir ko'rsataylik qani. Bular kimdan ekan? Aka, qanchadan so'radi bularni boqmalarni? Sizdanmi? 3,5 dan deyapsiz. Yaxshi, mana boqmalar bular. Uncha yemagan. Xo'p. Borib boqsa bo'ladi. Mana shunday chiroyli aylantirib ko'rsatavering. Xo'p, qanchadan bo'ladi bularni endi? Savdolari bir joyda so'radimi yo bitta ikkita ishdan sotdingiz, qanchadan sotdingiz? Har xil sotyapmiz aka. 31 dan sotyapmiz, 3 milliondan sotyapmiz, 29 dan sotyapmiz aka. Hozir bir joydan so'rasa necha bilan berardingiz shularni? 3 dan oshsa beramiz aka. 3 dan ham bitadi, ha, kelishsa. Kelishsak Ha, 3 dan ham bitsa, kelishsak bo'lsa. Endi menimcha savdosini qilsalaringiz do'stlar, lekin o'tib ham beradi. O'tib ham berishadi. Hamma narsani savdosi bo'lganday. Xo'p, yomon emas. Mana bo'ylarni ko'rsatyapmiz do'stlar. Mana oldiga qarab, men bo'yimga qarab bo'ylarni chiqarib olaveringizlar mana. Mana bo'yimga qarab bo'ylarni chiqarib olaveringizlar. Mana. Prosta ozg'inroq, suyagi bor, ozg'inroq. Boqsa chotki bo'ladi. Ana ularni ko'rsataylik qani. Xo'p. Yaxshi. Hozir bularni ham so'raymiz akadan, qanchadan savdolari bo'lyapti. Qanchadan bo'ldi aka bu savdolari? Oho, surib ketyapti-ku. Sizdanmi? 33, 34 bozor so'rayaptimi? Nechidan baho qo'yapsiz endi? Mana shuni o'zini nechi pulga berardik? 36 bo'lsa, akamiz mana qochirmasdan dangalni aytdilar. Lekin kelib qoladi. Kichkina bo'lishiga qaramasdan ancha og'ir ves bosyapti. Yaxshi. Foizga qarab yurgan ekan. Necha oydan 3-4 oy boqdingizmi? Yem yegan. 4 oy mana. Akamiz 4 oy yemga. Qanchadan yeydi kuniga shular taxminan o'rtacha? 1 kiloga chiqdi. Mana do'stlar, mana shu tentda agar davom etsalaringiz, mana tayyor yem yeb turgan hozir ham misol uchun mana shularni aka o'rta hisobda 32 kilodan go'shi bormi? 33 kilodan. Bor ha? Adashmadimmi? Ha. Shuna 33 kilo, 31, 33 orasida deylik. 3-4 kilo mayli plus minus aytadigan bo'lsak, shu tempda qurbonlikkacha agar olib borib kimdir boqadigan bo'lsa, arzonga tushadi-da, arzonga tushadi. Ertaga qurbonlik paytiga qidirib, shoshilib, talpaga kirib, boshqa qilib qo'ymaysiz, tashlab qo'yasiz. O'zingizni uyda mana bo'ylarni ham chiqaryapmiz, gazlarni ham, uzunliklari ham yaxshi. Qurbonlikkacha borib tashlab qo'ysa bo'ladi. Lekin hozir mana shu narsalar hozir endi misol uchun 3,5 million deb qurbonlikkacha 4-5 ga ham chiqib ketishi mumkin-da, qurbonlik paytlarida. Shuning uchun qishda g'amini yozga, yozda g'amini qishga deganda hozirdan olib tashlab qo'ysa bo'ladi mana shularni. Xo'p, qani qayerda bor? U yoqda bor edi.
davom etamiz. Rahmat aka. Rahmat, sog' bo'ling. Mana bularni ko'rsatdik. Ha, salomat bo'ling. Xo'p, mana bular olingan variantlari. Ularning endi qanchadan olinganini bilmaymiz. Xo'p, mana bu yerda ozroq bor ekan, o'shani ko'rsataylik, ozg'inroqlari. Bular ozroq bularni ham shu sal sifati pastroq ekan, ozg'inliguvchi emas, aytmayman, o'zi tumshuqlari kaltaroq, gaz nimalari ancha kaltaroq, qiyinroq. Mayli, bularni ham bir narxlarini so'rab ketamiz. O'ta ariq ekan, o'ta ariq. Bularni o'sha o'ziga keltirish uchun ham ko'p vaqt ketib qoladi-da. Yaxshi. Mana vaqtdan olinganlarni bir so'raylik-da, shular qanchadan olinyapti. Uni qo'yaylik. Yaxshiroq narsalarni so'raylik. Bu shuni qanchaga oldingiz? Ha? 28? Mana 28 ga olishdi. Bularni so'ragandik. Bo'ldi. Mana do'stlar, bir aylanib bularning narxlarini biz zo'rmisiz, salomatmisiz? Bularning narxlarini bir aylanib yoritib berdik. Xulosa esa o'zingizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.